Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, yangi asalarichi aka-ukalarimiz, yangi boshlayotganlar, endi boshlayman deganlar, kechagi chiqargan video roligimizni bu davomi. Bugun sirop berishni boshladik. Qanaqa tayyorlashni endi bilganlar ko'p, bilmaganlar uchun ham sirop nimasi ekan demasin, 90% odam biladi. Erta bahorda birga bir qilib beriladi. Agar sharoitinglar bo'lsa, aringlar ozroq bo'lsa, naqsinglar ham bo'laveradi. Qaynab sovigan suvga bo'lsa zo'r bo'ladi. Endi biz hozir qaynab sovigan suvga qilmayapmiz. Oddiy jinday ilganroq suvda osonroq nima bo'ladi? Aristondan olingan suv. Shakar, qanaqa shakar beramiz deganlarga tushdi. Qanaqa shakar beramiz deganlarga Xorazm berganinglar yaxshi. Lekin ikkovining o'rtasida o'tgan yil kuzga borib 200 ming so'm farq qilib ketuvdi. Biz kech kuzda motorinsa, kech kuzda Rossiyaning shakarini berganmiz. Mana shakar Rossiyaning shakari, lekin shirasi zo'r ekan buni ham. Agar 200 ming, 190 ming, 200 ming farq qilsa, 5-inchisi Rossiyanikini olib bersanglar bo'laveradi. Bo'lmasa 100 ming so'm farq qilsa, 100 ming, 120 ming farq qilsa, Xorazmniki yaxshi. Xorazmnikini ham yirigini olinglar, sarig'i shiraliroq bo'ladi. Hali shakar olganimiz yo'q. Biz endi olamiz. Kechaga tayyorlagan chesnogimiz hozir mana paqirimiz 10 litrlik. 10 litrga 1 litriga 50 gramdan bo'lsa, 10 litriga 500 gram bo'ladi. Shuni endi qo'l chama qilamiz. Mana shu yerdan bo'lsa 500 bo'lar ekan. Oldin yaxshilab aralashtirib olasizlar. Buni aralashtirib yubordim men hozir. Buni aralashtirib, qoshiqda aralashtirib oldim xullas. Mana qo'limda belgi qilib oldim. Endi hozircha shashilishroq bo'lib qoldi. Ilgan suvimiz. Oddiy mana shunaqa cho'padi yordamida. Keyin qo'linglar tiqsanglar chesnok hidi kelib qoladi. Mana biz birinchi berishimiz uje bugun arilar uyasini bir qator qarab chiqdik. Karmushkalarning ichiga cho'paklar solib chiqdik. Hali jicha kengaytirishga jicha bor ekan yana. Yana bir 2 kundan keyin bittadan bo'shroq qo'shamiz, arining kuchiga qarab. Bu kunduzida berish tavsiya qilinmaydi, ama hozir havo salqinligi uchun berib qo'yapmiz. Arilar rosa uchayotgan paytda berib bo'lmaydi. Iloji bo'lsa shomdan keyin bersanglar, arilar uchishni to'xtaganda. Mana endi joyini ochib qo'yaverasizlar. Mana bu zaslonodi bu yoqda turibdi. Ancha-muncha ventilyatsiya bo'lib turadi. Ochayotganda ham agar terlamasa ochmay qo'yaverasizlar. Terlasa bir xilga oilalar jicha-picha terlaydi. Joyini ochib qo'yasizlar. Tarafdagini ochib qo'ydik. Bu 5 ramkada ekan.
Arilar shu bilan rosa tuxum qo'yishni boshlaydi endi. Endi buni kutib tursak, havo hali beri ochilmaydi ekan. Bunaqa cho'paklar обязательно bo'lishi kerak. Ichiga tushib qolmasligi uchun. Shunga ahamiyat berib qo'yasizlar. Uch ramka ekan, unga 300 gram berdik. To'rtta ramka degan bu. To'rtta ramka deylar ham 500 gramdan olaveradi. Nechta ramkada ekan? Ikkita ramkada turganga ozroq beramiz. Bunday ushlab turing. Buni to'lib qo'yamiz, oilasi kuchli buni. Bitta, ikkita, 3ta ramkada ekan. Salafonni yopib qo'yaylik hozir. Tushdi ko'ring, yugurib. Asal yaqin qilagin-da. Ovqatga ketishdi o'sha. Tolishni boshladi. Yaqin, ha? Uncha yaxshi bilinmayapti salafon. Uncha sekin shuncha. Ha. Oshirilarga aytadi endi. Mana sirop keldi deydi. Mabodo tellasa, mana qachon jinni-jinni ochib qo'yasizlar. Mana bunday qilib. Ba'zi zastavnovda bu yoqda turibdi bu nima. Bu ari soqotmaydi ba'zi. Bu to'shada ham bundayroq keling mana. Bunday qilib ochib qo'yasizlar. Sirop berganda hisobiga tellash mumkin-da endi bu yoqqa mana. Jinni-jinni ochiq qoladi. Bu taraf sovuq bo'lmaydi ba'zi. Bunda nechta ekan? 3 ta ekan bunda. Magida yopiladi, to'shak bosiladi hozir. Bu yoq xona isib turaveradi. Bunday joyini ochib qo'yasizlar. Ventilyatsiya bo'lib turadi jinni. Mana yaqinlashtiring. Ichki ventilyatsiya bo'lib turadi. Bu to'shakda ham yopilib bo'lmashi kerak. Mana sirop berishni boshladi, o'sha siropga tashlashni boshlashdi. O'zi ari
3 ta ramka ekan. Bitta, ikkita, 3 ta ekan. Sekin ochib ko'rsataylik. Ha. Sekin yaqinlashtir. Mana yo'tib sekin yaqinlashtir. Ovqat qolmagan ekanda shular. Hurmatli aka-ukalar, bizni kuzatib boruvchilar, bugungi sana 7-mart 2026-yil. Sirop berishni boshladik. Mana ko'rdinglar. Endi siropni hamma har xil beradi. Bir xilgisi chavgunda beradi, bir xilgisi baklashkada beradi, baklashkada quyib. Xullas osonroq varianti shu edi. Hozir jicha vaqtimiz zihroligi uchun hammasini karmushkasiga solib chiqdik, quyib chiqdik. Ertaga bir qator bir 10-11 larda havo jahon yaxshi bo'lib tursa, 10-11 larda bitta ochib turib bir qator ko'rib qo'yamiz. Agar arilar, kuchsiz oilalar karmushkasini ololmagan bo'lsa, baklashka yordamida o'sha oldingi videoda aytib o'tgandek 2-3 tadan teshib turib, ramkasining ustiga beramiz. Agar ichib olgan bo'lsa, mana shu karmushka yordamida polniy sirop berishni boshlaymiz. Tabiat уже uyg'ondi bizda. O'riklar gullashga kelib gullay deyapti. Shu tabiatda o'riklar gullaganda boshlaganda bu arilarga jinda 200 gram, 300 gramdan yordam berib tursak, asalarini erta bahorda ko'payishiga yordam bergan bo'lamiz. Asal sezonga ko'proq oilalar bilan boyo'y holatga kiriladi. Bizda endi asal sezon asosiy paxtadan olinadi. Shu paxtaga do'g'riki biz menda hozir yog'i bir 10 ta 12 tamikin 13 ta oila yashig'imiz bo'sh. Shu yashig'larga arilarni bo'lamiz. Uni aprel oyida oxirroqlarga bo'lsa kerak, 15-aprellardan keyin bo'lamiz. Uni ham qanaqa qilib bo'lishni ko'rsatamiz. Endi bitta ukamiz arini bo'lsam bo'ladimi debdi kommentariyada. Yo'q, hozir bo'lmaydi. Agar ari o'ta kuchlanib, kuchayib ketgan bo'lsa, yaqin atrofdagi arichilardan urug'langan, urug' qo'yayotgan onani men videosida ko'rsatganman. Ashna qilib kuchsizroq qilib bir 2 ta ramkada kuchsizroq qilib turib bo'lib qo'ysa bo'ladi. Rasplot qo'ygani bu onani qo'ygani bo'sh joy bo'lsa, hozircha bo'lmay turgan yaxshi. Yana shu 1 oy bor, birar oydan keyin bo'linsa, yangi chiqayotgan matkalar ham mana 2026-yil chiqadi matkalar, urug'langan ham. Hozir urug'langanni olganinglar bilan 2025 olasizlar. 1 yildan keyin qariydi u, yo bo'lmasa ro'yga chiqadi. Undan ko'ra 1 oy sabr qilsanglar, 2026-yil chiqsa yaxshiroq urib qo'yadi shular. Biz ham shu aprel oyining oxirroqlariga bo'lamiz. Qanaqa qilib bo'lishdi? Men asal olmayman bu yil desanglar, 1 ramkadan qilib bo'lsa ham bo'ladi. Yo'q, men asal olishim kerak desa, uni ham ko'rsatamiz. 2 ta pishgan rasplot, bitta karmovoy, keyin unga yana 1 ramka yosh arilarni qoqib ko'rsatamiz uni ham. Ashuna qilib qilsanglar, asal sezonga to'g'ri 8 ramka, 9 ramka qilib kuchaytirib olsanglar bo'ladi. Xullas hozir rosa ariga yordam beradigan paytimiz. Tabiatda o'zi hamma yoq gullayapti, shira o'zi kelaveradi desa, jicha xato bo'lib qoladi. Ariga jinday ozgina yordam berib tursa, yana ham yaxshi bo'ladi. Ari tezroq rivojlanadi. Bugun 2 kun yomg'ir yoqqaniga bugun arilar kech kelsa ham mana qilib uchib berishyapti, tashqariga chiqib berishyapti. Suvga chiqishyapti, gulchanga chiqishyapti. Shu xullas bugundan sirop berishga start berdik. Kun ora o'rtada 1 kun qoldirib, 2 kunda bir qilib sirop berib turamiz. Keyin bugun soat 4 larda berdik shekilli. Soat necha bo'ldi Hasanboy? 4:30. 4:30 bo'libdi. Erta, hozir bu shunaqa boshqa paytda ham berib bo'lmaydi. Chunki sirop hidiga boshqa qo'ni-qo'shni yot arisi ham keladi. Kuchsiz oilalarga, yo bo'lmasa mana shu yerdagi o'zingizlarda arzoriylardagi kuchli oilalar kuchsiz 1 ramka, 2 ramka, 3 ramkali arilarni uyasiga hujum qilishib, asalini olib, xullas kun berishmaydi. Bir marta o'rgan olsa, keyin uni yaxshida boshqa joyga siljitishinglar kerak xullas. Постоянно ashiga kelib beraveradi. Shuning uchun
Men o'zi постоянно shomdan keyin beraman. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Shomdan erta bermanglar. Shomdan keyin qorong'i tushgandan keyin bersanglar ham arilar ashunga o'rganadi. Kunduzi toladan olib kelaveradi, kechqurun sizlar ozgina yordam berib turasizlar. Shu keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Hammanglar Allohga omonat. Yaxshi kunlarda ko'rishishga Alloh nasib qilsin.